Ikki farishta oddiy bir yo'lovchi odam shakliga kirib, bir boy badavlat oilani uyida tunab qolishibdi. U oila mehmondo'st emas ekan va farishtalarni mehmonxonaga kirgizishni xohlamay, ularga sovuq yerto'ladan joy berishibdi. Farishtalar endi yotish uchun joy solishayotgan ekan, katta farishta devorda o'yilib tushgan joyni ko'rib, uni xuddi hech narsa bo'lmaganday qilib tuzatib qo'yibdi. "Nimaga unday qilding?" deb so'rabdi kichik farishta. Bunga katta farishta shunday javob beribdi: "Hech bir narsa shunchaki emas, shunchaki ko'ringani bilan." Ertasi kuni ular tunab qolgani kambag'al, lekin mehmondo'st yigit va uning xotinini uyiga kelishibdi. Beri xotin uyida bor narsani farishtalar bilan baham ko'rishibdi va ularga o'z joylarini taklif qilishibdi. Qayerda ularga dam olish qulay bo'lsa, o'sha yerda dam olishlarini aytishibdi. O'zlari esa yerda yotishibdi. Ertalab farishtalar uyg'onib hovliga chiqishsa, eri xotinni yig'lab o'tirganini ko'rishibdi. Ularning yakka-yagona sutini ichib bazo'r kun ko'rib yurgan sigirlari o'lib yotardi. "Nega sen bunday qilding?" so'rabdi kichik farishta katta farishtadan. "Birinchi erkakning hamma narsasi bor edi va sen unga yordam berding, devorini tuzatding. Bu oilani esa deyarli hech narsasi yo'q edi, lekin ular sen bilan o'zlarida bor narsani baham ko'rishga tayyor edilar. Sen esa ularni yakka-yagona sigirini o'lishiga qo'yib berding. Nima uchun?" "Hech bir narsa shunchaki emas, shunchaki ko'ringani bilan" deb javob beribdi katta farishta. "Qachon biz sen bilan yerto'lada bo'lganimizda men tushundim. O'sha o'yilib tushgan devorning ortida bir xumda oltin bor edi. Uyning egasi esa xasis edi va hech kimga yaxshilik qilishni xohlamasdi. Agar o'sha oltinlarni u topganida, bundan hech kimga foyda yo'q edi. Shuning uchun ham men u devorni tuzatib qo'ydim. Ertasi kuni biz kambag'alning uyida tunab qolganimizda, bu uyga o'lim farishtasi keldi. Kambag'alni xotinini olib ketgani. Men unga sigirni berdim." Qissadan hissa shuki, hech bir narsa shunchaki emas, shunchaki ko'ringani bilan.